Biz hech narsa qilganimiz yo'q. 20 yildan beri oshpaz bo'lib ishlaydigan bo'lsak, o'zimizning mijozlarimiz va ishlagan joylarimizdan boshqa hech qayer bizni tanigani ham yo'q, bilgani ham yo'q. O'ziga hamd bo'lsin. Mana 2-3 oydan beri Instagram ochib, yurg'izib, odamlarga manfaatli videolarimizni boshlaganimizdan keyin yaxshidir, yomondir bir kichkinagina auditoriyamiz paydo bo'ldi desak ham bo'laveradi. Direktga ko'pchilik oshpaz bo'lib ishlaganman, hozir uyda o'tirib qolganman degan ko'pincha ayollar yozyapti. Buni qanaqa sizni qo'lingizda hunar bo'lib turib, siz bir hunarni ustasi bo'lib turib, siz uyda o'tirishingiz mumkin. Ayniqsa hozirgi paytda deyarli har bitta domni tagida o'ldim deganda bitta xudoxona bor. Do'stlar, bizda shogirdlarimiz hozircha yetarli. Bizda bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Bu ishxonadan bu ishxonaga o'tguncha orada bir oylab ham uyda o'tirib qolgan paytlarimiz bo'lgan. Men Milliy Yevropa pitsa xachapurilarni ustasiman desam ham bo'ladi. To'xtab qolish davri emas. Hozir faqat olg'a yurish kerak. Ko'p oshxonalar ko'p, ayniqsa po'rchilik. Qo'lingizdan nima keladi? Qaysi kasb mutaxassisiz? O'shanga qarab internetni oching, rivojlaning, o'zingiz ustida ishlavering. Hech qaysi kasb yo'qki, uni oxiriga yetgan odam yo'q. Zo'rmi? Zo'rdan zo'r bo'lishga harakat qiling. Lekin hech kimga o'zidan o'zi pul beradigan payt emas hozir. Qo'lingizdan nimadir kelsa, xalqqa, atrof muhitga o'zingizdan manfaat yetadigan bo'lsa, albatta sizga ham manfaat yetadi. Qilayotgan ishingizga yarasha rag'bat berishadi. Biz boshimizdan o'tkazgan narsalarni sizlar bilan bo'lishmoqchimizki, yana kimlargadir motivatsiyadir, balkim maslahatdir, balkim foydamiz tegsa yana ham xursand bo'lamiz. Biz endi faqat общепит sohasidan kelib chiqib gapiramiz. Bu bizning hududimiz. Biz oshpazmiz, novvoymisiz, Milliy Yevropa shashlik boshqamisiz, o'zingiz ustingizda ishlayvering. YouTube'ga kirasiz, internetga kirasiz, hamma ma'lumot bor. Menga oson deb o'ylaysizmi? Uyda o'tirgim kelmaydimi meni ham? Yo'q. Hozir olma pirish ozmiga tushdi degan davr emas. Hozir hamma narsa mablag'ga taqaladi. Masalan, men ham ikkita farzandli onasiman. Farzandlarim kelajagi uchun, oilam uchun 20 yildan beri bekorga bu sohada yurganim yo'q. Shuncha narsani bilib turib, qanday uyda o'tirishim mumkin? O'zimga o'xshagan opa-singillarimga qo'limdan kelayotgan narsalarni, retseptlarni ko'rsatib beraman. Siz ham qo'lingizdan nimaiki ish kelsa, qaysi sohaning mutaxassisi bo'lsangiz, siz ham xalqqa ko'rsating. Balki u ham manfaatli bo'ladi. Yillar mobaynida men qo'shiq ham aytaman, ijod ham qilaman, montaj ham qilaman, video ham olaman, shuning ichida yana baliq ham pishiraman. Shuni mutaxassisiman. Shu sohada o'qitadigan bilim yurtlari bor. Yaxshi ustozlar bor. Kiring, o'qing, harakatingizni qiling, uyda o'tirib qolmang. Biror odamga shogird tushmoqchimisiz, biror hunar o'rganmoqchimisiz? Puldan boshlamang gapni. Bizga ham kommentariyada juda ko'p yozishibdi. Yoki adres yoki nima hunar o'rgatasizmi yo'qmi emas. Birinchi bo'lib pul qancha berasiz deb boshladi. Azizlar, biz boshida pulga umuman qiziqmaganmiz. Shu hunarni yaxshilab o'rgangin. Pulni o'zi keyin keladi deb ustozlarimiz ham shunaqa maslahat berishgan. Bitta gap aytaymi ayollar. Boshingizda eringlar bormi? O'sha eringlarga itoatli bo'lib, ular nima desa, o'shani qilsanglar kam bo'lmaysizlar. Ayol kishi uchun oilasidan muhimroq ish yo'q. Nima deding? Ishingiz bo'lmasin, bu ayollarning ishi. O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Harakat qilaveraylik. Bizani qo'llab-quvvatlayotgan har bitta muxlisimizga alangalik salom va tashakkur aytamiz. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.